Siz ham kitob tanlashga qiynalasizmi? Bugun sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Ko'pchilik ba'zi blogerlarni va nashriyotlarni reklamasiga uchib kitob sotib oladi, lekin juda ham foydasiz yoki qiziqarli bo'lmagan kitobni o'qib qo'ygan bo'ladi. Ba'zi blogerlar yoki nashriyotlar kam sotilayotgan, hech kim olmayotgan kitoblarni reklama qilib chiqishadi. Masalan, Aurelius'ni Meditation kitobi. Buni hech kim reklama qilmaydi, chunki bu kitob juda ham yaxshi sotiladi. Hattoki AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton ham har yili bu kitobni o'qishini aytgan. Nima demoqchiman? Shunchaki kitob tanlashda hozir ChatGPTdan foydalansangiz bo'ladi. Shunchaki unga qiziqishlaringizni yozasiz, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot yozasiz, u sizga tavsiya qiladi va so'nggi yillardagi eng yaxshi, eng foydali va o'qib zavq oladigan kitoblaringizni sizga topishda yordam beradi. Hech qanaqa blogerlarni yoki boshqalarni yomonlamoqchi emasman. Shunchaki reklama tuzog'iga tushib qolishdan sizni qutqarmoqchiman.